الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 33-oyatiga keldik. Oyat yana ilgirki 32, 31 oyatlarning davomi. Biz har darsning boshida suraninki umumiy xarakterini, umumiy temasini qisqa shaklda takrorlab kelyapmiz. Ya'ni sura inson qurilish surasi, inson munosabatlik oila qurilishi, oila qurilishidagi hamroh tanlash masalasi, erni qanday tanlaydi, ayollarni qanday tanlaydi, qanday ayollar bilan, qanday erlar bilan to'y qilib bo'ladi, to'y qilgan vaqtidagi ahkomlar, haq, huquqlar, er ayolninki oila ishidagi haq, huquqlari, munosabatlari va agar ajrashib ketish ahvoli bo'lsa yoki ikkining birisi vafot topgandan keyingi ahkomlar bayon qilinib bo'lgandan keyin biz Alloh subhanahu va taoloninki mundaq bir alohida ta'limotiga kelgandik. Ya'ni er ayol insonlik nuqtasidan o'rtaq taraflari bor. Ya'ni bu ko'p o'rin, ko'p sonni egallaydi. Masalan, aqallisi inson hayotidagi eng muhim taraflarning biri bo'lgan din tanlash, aqida tanlash, fikr erkinligi, yo'l erkinligi, hayot yashash mezon erkinligi qaratavliq taraflarda er ayollarninki mustaqil ekanligi, har birisi o'zining qilg'iga yarasha qiyomat kuni mukofot qilishadiganlikdan iborat bir nuqtani so'zlab o'tgandan keyin er ayolning insonlik o'rtaq nuqtasidan boshqa erlik va ayollik o'xshamaydigan alohidlik, o'xshamaydigan taraflari va buningga munosabatlik o'xshamaydigan ahkom, o'xshamaydigan ba'zi ta'limotlar, hukmlar haqida to'xtalgandik. Va oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo er ayol birisi-birisiga berilgan imtiyozlar, masalan, erga berilmagan imtiyoz ayollarga berilgan, ayolga berilmagan imtiyozlar erga berilgan. Bu nuqtada o'zaro birisiga bunda hasad qilish yoki boshqalardagi o'zida yo'q narsalarni umid qilish ma'nodan bizni cheklagan. Ya'ni har odam, har kishi, har tur, har tip o'zidagi imkoniyat, o'zidagi alohidliklar bilan o'zi nijot topa oladiganligi, hayotini, dunyo oxiratini baxt saodatga erishtira oladiganligi haqida mazmunlarni o'qib o'tgandik. Ilgirki oyatlarda, ya'ni har ayolninki va mayli kim bo'lsin, har kishininki o'zining qig'iniga yarasha o'zininki to'liq mukofotni ola oladiganligimizni tilg'ab o'tgandik. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo shuning davomi shaklida va likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidan wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا degan oyat orqali yana bizga shuning davomida da'vatdiki biz ota-onalar, yaqinlar tashlab qo'yib ketgan miroslarning egisini qildik deydi. Har bir narsaning egisi va har bir shayninki, har bir qoldirib qo'yilgan mirosningki loyiq egisi va biz buni bayon qildik deyapti Qur'oni Karimda va qasamlar o'zaro tutishganlarga ularning nasiblarini biringlar. Alloh subhanahu va taolo har narsaga guvochi. Chunki Alloh bu oyatlar hecham bir shaklda bizga bu nuqtani da'vatdi, ammo boshqa oyatlarga qaraganimizda mirosning har bir nuqtasining nimalari va belgilangan egalari bor. Dada qanchalik oladi, ana qanchalik oladi, bola qanchalik oladi.
o'g'il qanchalik oladi, o'g'il, qiz qanchalik oladi, tog'alari, hammalari masalan degandek shu nuqtalarga kengaysa, hammasiniki oladigini va olmaydigini, qarindoshlar olamdi, olmamdi bu nuqtalarning hammasi tafsili bayon qilingan. Undan keyin vallazina aqadat aymanukum faatuhum nasibahum. Qasamlari o'zaro putishganlarga nasibasini beringlar degan oyatdagi masala Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga kelgan vaqtida Ansarlar bilan muhojirlarning o'tirisini qanday qilgan, shuna bir qarindosh qilgan. Shu darajada qarindosh qildiki, men sening qarindishing, sen mening qarindishim. Mening urushim sening urushing, sening tinchliking mening tinchlikim. Sening qaning mening qanim, mening mirosim sening mirosing. Deydigan darajada bo'lgan. Hatto birisi-birisining diyetini qarshi taraf o'tugidek, qarshi taraf tulugidek darajada bo'lganda, mushlarninki o'z vaqtida qarshi tarafdan oladigan miroslarni, qilib qoladigan miroslarni oladigan nasibasi bor. Oyat shuni bayon qiladi. Ammo kinki Sura Anfal'daki 85. ayetlerindeki o'xshash miras oyatlari masalalarning hammani bir tartiblagan, nima ilgari qo'yilgan hukmlarni amaldan qoldirgan va ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innalloha bi kulli shay'in alim deb tuqqanlarninki ichidagi miras oladigan doirani aniq bekitgan. Shuni bilan u shaklda urug' tuqqan bo'lgan qarindosh o'g'illarninki miras elish masalasi amaldan qoldirilgan qarindoshlar. Ondan keyingi oyatga kelsak 34-oyatiga, ya'ni mazmun uzluksiz davom qilyapti. Er-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'din va bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafizalloh wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innalloha kana 'aliyyan kabira. Oyat inson hayotidagi, ayollik hayotidagi, nuqul ayolliklar qartilgan narsa emas. Inson hayoti deb tushunsak, texmi to'g'ri tushungan bo'lamiz. Ya'ni inson deganimizda buningda nuqul va ayollar turmush emas, balki inson o'ziga olgan dada, qiz, aka, singil, ayol din iborat ayollardan tarkib topgan bir jamiyatninki umumiy prinsipini cuma va har bir juz'iy nuqtasi emas, umumiy prinsipining qoidasini belgilab qo'yadiki, vazifa kimga yuklandi, kim kimning xizmatini qiladi degan nuqtani o'zining yaratilishiga munosib bir shaklda aytib bizga bayon qilyapti. Qanday yaratilgan, ayol qanday yaratilgan, erning yaratilish umumiy alohidlikleri, meyli jismoniy jihatda, meyli ruhiy jihatda qaysi xil vazifalarga loyiq. Ayolning yaratilish ahvoli, meyli jismoniy jihatda, ruhiy jihatda qaysi xil vazifalarga loyiq. Kimning vazifasi nima? Bu nuqtani tafsili qanday qiladi? Anlatadi. Davatudiki, erlar ayollarga tamamen mas'ul davatudi. Ma'da tamamen mas'ul deb tarjima qilishimning sababi ayet işletken ifade aşurumu süpedda şekilde kullanılır. Kavvamuna degan şekilde. Bütün işlerden ermesul. Ayolning bütün meyli iqtisadi jihatdagi, meyli maddi bütün taraflarının hammani kishi qamdaydi. Bima faddalallohu ba'dahum ala ba'din. Allah subhanahu va taala ayol o'tirishki o'z ara alohidliklar, Allah ataqan alohidliklarning talebi mushu. Ayollardagi alohidliklar erning orqa sepi bo'lish, erningki kundulik hayoti uchun ishlashi, tirishishi, oilani iqtisod bilan ta'minlash qatorliq ishlarida kuchli bir roli va ayol kishining orqa sepda turadigan. Agar ayol kishi shu rolni joriy qilsa, balkim er kishi utuq qozonmasligi aniq masala. Bu alohidliklar tufaylidan mas'uliyat kimga ortiladi? Erlarga ortiladi. Va bima anfaqu min amwalihim va erlar qiladigan iqtisodiy chiqimning sababidan, ya'ni erlarga Alloh subhanahu va taolo shunda bir alohidlikni bergan. Fas-salihatu qanitatun hafizatun. Endi salih ayollar Allohga itoat qiladigan chiqadi. Qanitat itoat qiladigan ma'noda hafizatul lil g'ayb va
o'zining ustiga ortilgan mas'uliyatlarni saqlaydi, omonatlarni saqlaydi, o'zi xohlagan shaklda emas, bima hafizalloh, Alloh ko'rsatgan shaklda, Alloh belgilagan, saqla degan shaklda saqlaydi. Vallati takhafuna nushuzahunna. Endi ularning yo'ldan chiqib, bu tartib tuzilmadan bo'ysunmay sirtiga chiqib ketishdan ensirgan ayollar bo'lib qolsa, bularni hal qilishning o'ngshashning yo'li birinchisi bularga vaz nasihat qilish, ikkinchisi o'rin ayirish, uchinchisi ularni yengil bir shaklda qanday qilish, urush orqali o'zining noroziligini ifodalash. Agar itoat qilib masala o'ngshalsa, ularga fala tabghu alayhinna sabilaga zulm qilish qolmaydi. Allah innalloha kana aliyan kabir. Allah nayeti büyük ve üstün maqamdadır. Endi oyatda qarindoshlar, bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Men buni dastlabdan ozroq qistirib o'tdim. Takror bir qitim takrorlashni to'g'ri topdim. Oyat hech qachon er va ayolni, iri va xotini ayoli haqidan emas. Balki umumi erlar ve umumi ayollar meselesi. Umumi erlar, umumi ayollar deganimizda bizning ismimiz keldigini dada ve onun ayoli, qizi, mas'uliyat ostidagi bütün ayol jinslarning hammasi dada mas'uliyatining tahtiga kiradi. Aka desa, o'zining qiz qarindoshlari, singillari, hadilari ve agar dada bo'lmay qolib qolsa, onasi bütün mas'uliyat doirasiga kiradi. Andikin er deyilsa, andikin ayollik. Demak, bu bir nuqul bir ailedeki er xotini olgan er ve ayolning lan meselesi emas, belki bu cemiyet yaşayotgan er tipi bilen ayol tipi oturdaki mas'uliyet meselesi. Mas'uliyet meselesi. Bu bir nokta. Bizning diqqatimizni tortgan nokta bu. İkinci diqqatimizni tortgan nokta, ko'pincha kishilar bir noktadan xato tarjima qilib olamdi yoki xato tushunib olamdi. Erler ayollarni boshqurudi deb tarjima, qavvamuna deganda boshqurudi deb tarjima qiladi. Bu yerdagi boshqurish hukumidan ko'proq qanday hukumni ma'no beradi, qanday hukumni ifodalaydi bu yerda desa, mas'ul bo'lish, ularning ishlarini qilib berish ma'nosini ko'proq ifodalaydi. Bu nuqta ko'proq qanday qilinishi kerak, ta'kidlanishi kerak. Endi ba'zilar shu erler ayollarni boshqurudi degan ma'noni ta'kidlaganligininki qarshi inkosi sifatida xuddi bu oyat ayollarning haq huquqini boqqandek masalan, haq huquqiga to'solg'ulik qilgandek, erlarni ayollarni ikkinchi sinf inson qatorida ko'rgandek mana bir inkos bildirgan ayollar bor. Masala unda emas. Er ayol o'xshash bir Allohning bandasi, ammo erining o'zga tushliq bir yaratilgan cismani ve manevi cihetli alahidelikleri var. Onunla göre vazife aladı. Ayollarım yaratılgan bir özünün cismani ve manevi cihetli yaratılgan bir alahidelikleri oladı. Onunla göre vazife aladı. Eğer ondak değilmese, mandak bir misalını ekegimiz geliyordu. Bir ayol kişi mesela, bir ayol kişinin ağzından çıkıvatkan bir özünün ispatı, oğul tokusu var. Ama kız doğup kalan vaxtda biraz ko'ngli yerim bo'ldi. Ayol kishining o'zining hamdi. Ayol kishining misol nevatimiz. Agar ashundan nima uchun qiz tug'sangiz bearam bo'lasiz desa, hamda mening bir yakka bir ayol qo'sqin duo vaqtida dadasi vafot etib ketdi. Bir oilada bir er kishi bo'ladigan, ati o'g'in cho'ng bo'lsa bizning oilani iqtisodiy jihatdan ta'minlaydigan, bizga bunda boshpana oladigan bir o'g'il xalaytdim degan gaplarni normalda ayol kishi deydi. Mao ayol kishining haqiqiy tabiati. Ichki dunyosi mao. Alloh dal mushtabiyatni biladi. Ya'ni bu yerda ayol kishi bir xil erlarninki oiladagi mas'uliyat egasi ekanligini vujud o'zi bilib bilmay eg'izdan chiqadi. O'zi bilib bilmay e'tirof qiladi yani. Hatta mushu o'zini ayollar erkinligi da'vatchisi deb qarayotganlarni hatto bir yerga safar qilmoqchi bo'lsa yoki bir qiyin ish qilib kelgan bo'lsa, kashki dadam bo'lgan bo'lsa yoki akam bo'lgan bo'lsa yoki mening ishligimga havhu deydigan bir er kishi bo'lgan bo'lsa deydigan ifodalarni qizdan chiqaradi. Buning hammasi Alloh insonning tabiatida yaratgan alohideliklarning ifodasi. Alohideliklarning idrofi.
erdi bir alohidliklar var. Buni bek jiq takrorladik bu gapni. Ayolda bir alohidliklar var. Hammasi o'zining alohidligiga yarasha ustiga nimalarni oladi, vazifalarni oladi. Ya'ni texmi degan vaqtimizda, texmi aniq degan vaqtimizda erlarga mas'uliyat degan gap ayollardan bütün hayat mas'uliyatining hammani tushiribdi degan gap. Ya'ni ayollarni rohatlantiradigan bir o'qim asli. Asli ayollarning manfaati bu. Gerçi mesela aqallisi to'y qilish masalasini degan vaqtimizda islom to'yliq vojib qildi to'yda. Ammo ayol olmaydi. Ayol gerçi iqtisodiy yuqori bayot ketgan taqdirdami buni kim oladi? Er oladi. İslamning vazifa yuklashi bu. Hatta şu ayollarning haq-huquqini da'vo qilayotganlar dal erlarning mushu haq-huquqi, mushu majburiyati mana shu vaqtda qutulish uchun deyilayotgan bo'lishi mumkin. Qarab baqsak, Alloh subhanahu va taolo shunday jamiyatga o'zining istaganini beradi. Oilani tang quradigan ahvollar shakllanadi. Qiz 17-18 yoshga kirmasdan qizning g'ami kelgusida to'y qilib qolsam, qiz tarafmi to'yla qoladigan, qiz tarafmi oilani yasaydigan, bir uy tayyor qiladigan bir ahvollar var. Hozir ashta shakllandi masalan. Shuning uchun qana qiludamda yuguraydi. Buning hammasi ayol kishi besim keltiradigan ishlar. Ayolning asli haqiqiy vazifasini unuttiradigan bir omillar. Buni dal kim akili desa insonlar o'zi akiladi. O'zining alohidliklarini unutgan bo'lg'ach, o'zining vazifasini unutgan bo'lg'ach, vazifa qana qilib qo'yadi, almishib qavadi bu yerda. Biz mesela bunda bir hikoya var. Adem Aleyhisselam bilen Hava anamızınki şeytan bilen boğan vakasidagi bir hikoyani bu yerda deb o'taylik qarindoshlar. Şeytan iblis Allah tarafından Adem Aleyhisselam'a secde qilishga burilgan vaqtda rad qildi. Rad qilib dediki: "Qala asjudu liman khalaqta tina." Sura Isro'ning 61-oyati. Sen meni o'tin yarattın, bunu laydın yarattın. Yani xarakter jihatda bu mendan to'yan turib davardi. Nima o'zingcha. Men mushuningga secde qilamdim, men mushuningga ta'zim qilamdim men. Degan bir shaklda rad qildi. Ondan keyin vaqaliklar bor bu yerda, bir muncha vaqaliklar bor. Vaqaliklardan keyin Adem alayhissalom bilan Havo onamiz ziminda yashashga buyurildi. Ziminga burilgan vaqtida Alloh şeytanning, iblisning dushman ekanligini eskartib shu vaqtda inna hada aduwwun laka va li zawjik ma iblis ma şeytan sening va ayolingning dushmani aziming uchirilishdan ilgari fala yukhrijannakum minal jannah sizlarni jannatdan chiqarvatmasin deb bo'lib agar agishib qolib qolsanglar baxtsiz bo'lib qolasizlar degan bir jumlani ifodaladi Alloh. Ama Arapçada qanday ifodalaylik bu jumlani desanglar, agar bu shaytonning iblisning keyniga vasvasiga kirib qolsanglar, fatashqa ifodasini qo'llandi. Bu yerdagi fatashqa ifodasining arabcha ma'nosi erga qaratilgan baxtsiz bo'lib qolish, xapliqqa, jafoga tushib qolish ifodasi. Avval Adem alayhissalom bilan Havo onamizga dushman ifodasini qo'llandi. Ikkisini tilga oldi. Agar Aşının vesvesesiga kirib ketib qolsanglar, jannatdan chiqib ketib, jafo tatib qolsa ifodasini qo'llanib Adem alayhissalomga xitob qilyapti. Ya'ni bu yer bizga bir narsani deydi-ki, hatto Qur'onning ifodalarida ayol kishini yo'gaydi. Jafo mushaqqatning ayolning ustiga tushib qilishini xuddi xohlamagandek. Hayotning butun jafolarini er ustiga olgandek bir ifoda bu. Çünkü erning yaratılış, tüzülüş şekli şunun olmaz, tabiati şunun olmaz, hayatının asasi vazifelerini er üstüge ilişka tamamen mas. Bizim yaratkan Allah bunu bildiğin bu ağaçka şu şekilde ifade bildiğin. Hatta karanlık şu ifadeye ben tekrarlayayım. Cennetten çıkıp gidip kalsanlar, capadı kalısıyla ifadesi de ayol yok, erva. Yani şu demek ki mesuliyet, capa, muşakkat kimnin üstüde? Erning ustida. Endi bugungi oyatning o'ziga kelganimizda Alloh subhanahu va taolo erlar ayollarning ustida mas'uliyat egisi. Bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd.
Mayda ba'dahum ala ba'd ifodasi bor. Arabchadagi bu ifodani takror tushuntirib qo'yay. Erlarga ayollardan ortiq alohidlik badiy ifodasi emas bu. Undaydi, öz ara birisi-birisinglardiki Alloh bergan ortiqchiliklar tufayli deyapti. Bu yerda nuqul bir tarafga bati demayapti. Balki ikkili tarafga bergan bir Allohning fazli, ortiqchiliklari bor. Erga bergan ayol yo'q ortiqchiliklar bor, ayolga bergan er yo'q ortiqchiliklar bor. Yani bu şu demek ki, ben bayatın dersinde başında azırak kıstırıp ötken. Er kişi hayatının capa muşakkatını üstüge elip, aileni bütün qoğdap mesela, gündelik turmuş lazimetliklerini təminləvatqan vaxtıda, yani er kişi bir utuq qazınıvatqan vaxtıda, ögü pul ekrivatqan vaxtıda, bunun keynide çoxum er kişinin şu işlerini xatırcam qılalışı üçün tertükvatqan bir ayal kişi oldu. Er kişinin şu işlerini qılalaydıgan bir ruhi keyfiyetki igi buluşu üçün özünün barlıq gücünü sərf qılıvatqan bir ayal kişi buludu. Yani bu şu demek ki, eğer er kişi qançalik tirişip öyde bir bəxit, saadet, ortam şekillendirgen bolsa, bu mutlaka erinin töhbisi oğandan başka ayalının mı hem töhbisi. Çünkü meyli biz bunu düşünemeyli, düşünemeyli, tabii halette er kişinin utuq qazını bir işini cayda qılalışı üçün şekillenmesi bo'lmaydigan bir atmosfera gerek, bir aile muhiti gerek. Er kişi davamlıq sırtın içip, herip, kese karşıladıgan bir külümsürgen çıray gerek ve sırtkı mangını da hatırcam halette ailesini, mal mülkünü, balıvaqılarını, bütün amanetlerini hatırcam qopquyup mağadıgan bir amanetler gerek. Bu vazifenin hemmini ayal kişi üstüge ağam buludu. Ve ayal kişi bunun hüddisini çıqalaydı ve çıqalığan boğaçqa er kişi o işlerini qılalaydı. Şunaşqa Allah a noktada erge ve ayalga bergen, ikili tarafga bergen alahidlikni bizga qanday qilyapti, eslatiyapti. Andan oxirida bima anfaqu min amwalihim. Erler özlerinin mal mülkünün qilgan chiqim sabablik, xajlagan pul, sarf qilgan pul sabablik degan ifodani qo'llangan vaqtda ayol kishini bu chiqimlarning hammasidan, bu mushaqqatlarning hammasidan qanaqa bo'ldi, xalos qilgan bo'ldi. Ayol kishi bundan xushal bo'lish kerakki, mashaqqatni, jafoni, iqtisodiy vazifa mas'uliyatni kimning ustiga ortdi? Erning ustiga ortdi. Bu nuqta ayol kishiga nisbatan bir xo'sh bisharaf nuqtaki, beyaram qiladigan taraf yo'q buningki. Yani tekrar deyish to'g'ri keladi. Erininki şu taraflardagi vazifasini ado qila olishi ayol kishininki erini ma'naviy jihatda energiya bilan ta'minlab turishi turtkusida bo'ladi. Yani bunun töhbisi yani o'xshashlar er ayolga ikkilisga oid bir töhba. Demek bu yerdeki erininki ayollarga nispeten kavvamun buluşu, ayette kavvam ifadesini kullandı ya, kavvamun buluşu qandaqdır kontrol qilish, boshqurish mesela u ma'noda emas, balki mas'uliyat ma'nosida deb o'tdim. Uning bütün aile qurilgan dastlabki qadamdan tortib toki aile yoki vafot bilan yoki taloq ajrish bilan cho'zg'anga qadar bütün berish mas'uliyati, sarf qilish mas'uliyati, xajlash mas'uliyatining hammani tamoman er kishiga yukladi. Toylaqdan tatib, ahirisi talaq qilingandan keyingi ta'minotgacha, ballar bo'lib qolsa, ballarning beqish ta'minotigacha, iddat ishida ketadigan xarajatgacha, hamma iqtisodiy o'rinlarning hammasini berishni er kishining ustiga yukladi. Ayol kishidan tamoman u mushaqqat jafolarning hammani qana qildi, xalos qildi. Ondan keyin bizning yana bir diqqatimizni tortadigan nuqta kavvamun ifadesideki biz bayattin aşımız peddaş deb tushundik. Aşımız peddaş arab tilidagi bir uqumni keng ko'lamlik bir ma'noni ifodalaydigan bir uqum. Yana bir ma'no bu kavvamundan chiqadigan davomlilik masalasi. Buni hozir deb o'tdim. Ta er ayol shunda ikkisi bir yerga kelib bir oila qurili deb olgan bir qadamdan tortib ta vafot topganga qadar yoki bu oila cho'lg'anga qadar bu mas'uliyat davomlashadi.
Hech qachon bu mas'uliyat erdan o'tkilib, ayol kishining ustiga qana qilinib qolmaydi. Hatto ayol kishi boy, masalan, ota-onasining mol-mulk meros qoldi. Kishi qulda yo'qlab qolsa, agar ayol kishi yo'q, bu mening shaxsiy iqtisodim, bu oilaga xarjlayman desa, qonuniy, ya'ni huquq jihatdan haqqi bor. Ama mehr muhabbet ailedeki ortak aile oğalık tüpeyledin fazli ihsan kılıp bu mening ailem deb qaydasa u uning yaxshiligi fazli ihsani. Yo'q, men xajmayman, ailening mas'uliyati sining ustida desa, tamamen haqliq. Yani er kishi shunday ahvol ostidami o'zi qanday qilish kerak, ishlab aileni qamdashish kerak. Ondan keyin oyatning oxirisida bizga yuqoridagi bugungi oyat olsun, onun oldidagi oyatlar olsun, Allohninki er ayollik alohidliklari, vazifalari, hayot kechkisi menish kerak bo'lgan bir manhaj yo'l, masalan, bo'ysunish kerak bo'lgan bir tuzilmani bayon qilib o'tdi. Ermi shunga bo'ysunib ustiga tushgan butun mas'uliyatlarni er kishicha ustiga elish kerak. Ayol kishimi shu yo'ldagi ustiga tushgan vazifani xushalliqcha qabul qilishi kerak degan bir hukmni biz ba'zi yerda oshkora, ba'zi yerda yushun holatda topshiriq oldik ya, oyat oshkora deyapti endi. Deyapti, yaxshi ayolchi qanday ayol? Salih ayollar qanday ayollar desa, qonitat. Allohga itoat qiladigan va g'aybni saqlaydigan. Nima g'ayb ifodasi va g'ayb ifodasi ayol kishining ustiga yuklangan butun mas'uliyat doirasining hammani qana qila oladi, o'ziga ola oladi qarindoshlar. Ya'ni Allohga qonitat bo'ysunuvchi degan ekan, Alloh belgilagan bir hayot yashash mezoni va ayol kishiga qarta. Ayol kishi bunga bo'ysunadi. Xuddi er kishi ustiga otilgan mas'uliyatga qana qilgandek, bo'ysungandek. Lekin g'aybni saqlovchi degan ifodani butun mas'uliyatni o'ziga oldi demayman men. Ya'ni ayol kishining bütün ifodalaydigan iborat. Ayol kishi bu iffat degan nima desa, ayol kishi er kishi qo'yib qo'ygan bütün omonatlarini saqlash ayol kishining nimasi? Iffati. Mayli ayol kishining homiysi bo'lgan dada, mayli o'zining eri, mayli o'g'il aksi masalan deydi. Ayolninki bir mas'ululidir. Shu mas'uli uydagi mayli ayoliga, mayli qizga, mayli achi singillarga olsun qoldirib ketgan aile amanetlerinin hammasini şu ayol kishi shular yo'q vaqtda to'liq rioya qilib qana qiladi, saqlaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam salih ayol kishining ta'rifatini sifatlab bizga nima deydi? Ad-dunya kulluha mata. Dunyoning hammasi insonning manfaati uchun yaratilgan, inson manfaatlanadigan bir narsa. Ham dunyodagi insonga eng foydali narsa qaysi? Salih ayol. Salih ayol deb gap bo'lib, salih ayolning o'lchimi nima degan vaqtda salih ayolning o'lchimi qarasang seni xushal qiladi. Yani sana bir xil ko'ngil rohati ato qiladi. Qachon kirsa qapoq turib emas. Ishqi buyursang itoat qiladi. Mayli o'zi yoki mol mulk masalasida eri yoki o'zining velilari yomon ko'radigan bir shaklda hech qanday ishni qilmaydi. Yani öydeki mal mülk yoki ayol kishining o'zi, er kishining izzati, sharafi hammasi ayol kishiga tutqizilgan bir omonat. Ayol kishi mushularning hammasini qanday qilyotdi? O'zining vazifasi ustida alqinga oladi va vazifasi ustida saqlaydi va vazifasini qanday qiladi? Ato qiladi. Hamda ayollardagi mush Peygamber bizga tasvirlagan bir necha sifat ayollarning asosiy prinsipal ayollarga yaxshi yomonda baho qo'ydigan sifatlar. Masalan, er kishini qana qilish, xushal qilish. Er kishiga ko'ngil rohat bag'ishlash. Er kishi mayli sirtdan kirganda yoki ishga manganda bo'lsin, xotirjam holatda kirib, xotirjam holatda chiqalaydigan bir atmosfera yaratilishi. Bundan ortiq sifat yo'q ayol kishiga nisbatan. Lekin kishining qo'yib qo'ygan bütün omonatlarga qana qilish, sahib chiqish bu yetarli bir sifat ayol kishiga nisbatan. Unda bo'lmaganda agar ayol kishiningki xuddi kishining bog'onga o'xshash sanig'ili tursa, yuzlarcha sifati bor. Agar bu yuzlarcha sifatning hammasida men o'lchamlik bir ayolga erishima desa, yoki ayol kishi erining yuzlarcha sifatlarining hammasida o'lchamlik bir sifatga erishima desa, u mumkin emas. Erini bu tegishlik asosiy bir sifatlar bo'ladi.
erni er qiladigan. Ayol kishinin tepilishga tegishli bayat nedistilgan asosiy sifatlar bo'ladi. Shu tepilsa, qolgan ishlarga nisbatan qanday qilish kerak? Sabr qilish yoki ko'z yumish, o'tkazib o'tish kerak. Payg'ambar alayhisalom hatto ayollarni tanlashda jamiyatda umumlashgan umumiy qoida o'lchamlarni so'zlab turib, buning ichidagi asosiy tanlashga tegishli o'lchamni bizga mana bayon qiladi. Ayollar 4 narsa uchun to'y qilinadi jamiyatda. Haq 4 narsani deb tanlaydi. Mele, nasibe, güzellik, dini. Sen din egisini tanla. Şunda olganda bereket tapsa degan ma'noda bir hadisni tilg'iliqlik Rasululloh. Ya'ni bu hadis bizga nimaga ishorat qiladi desa, ayolning biz qaraydigan nurg'un taraflari bo'ladi. Nurg'un sifatlar bo'ladi. Ayollarga agar bu sifatlarning hammasidan to'liq o'lchamli qilaman desan qilolmaysan. Bu mumkin emas. Çünkü mesela tilg'ilingan 4 tarafga bir qarab chiqaydi. Mesela ayol kishining go'zalligi. Hammalar bilamiz, buning umri bek qisqa. Bir ishkini tug'di yoki yashi azroq cho'ng'iydi, 15 yil o'tdi. Undan keyin uning go'zalligidan asar qolmaydi. Agar erning ko'zi go'zallikni o'lcham qilib turib ayol tanlaydigan bo'lib qolsa, bu ayol ozgina vaqtdan keyin lam tashlanib qoladi, yana bir go'zalga tushadi. Pul molning ahvoli shu. Qisqagina hayotimizda nurg'un ko'rdik, nurg'un iqtisodlik kishilarningki ya bilan yakson bo'lib ketganini ko'rdik. Nurg'un tuan kishilarningki iqtisodlik bo'lib ketganini ko'rdik. Pul mol bir odamda muqim turmaydi. Bu ayol kishini tutib turish yoki tanlashningki bir o'lchami bo'lmaydi. Nasabmi shu. Eng oxirida mag'lub bo'lmay davomlashadigan bir oila, qanday oila desa, ermo ayol kishidagi o'zgarmas bir nuqtani asos qilgan, ermo ayol kishidagi o'zgarmas bir nuqtani asos qilgan. U o'smi din. Yani diyanet meselesi. Hasan radıyallahu anhu'dan birisi şu kızning to'yi haqida maslahat so'rab keldi. Maslahat so'rab kelganda dedi ki, dindor odamga va qizingni agar yaxshi ko'rsa izzatini qiladi, hurmatlaydi. Agar yomon ko'rgan taqdirda dindor odam qana qilmaydi, zulm qilmaydi. Ya'ni bu shu demakki, din bizni er tanlashda yoki ayol tanlashda masalaninki vaqtli, umri qisqa masalalarga qaramaslik. Masalan, chiroy desak, bayatni deganimizda umri qisqa bir ish. Mol-mulk umri qisqa bir ish. Nasab, dadasi o'lsa tugaydan buningki u boshqalarning oldidagi izzat sharaflari bugungi kunda nurg'un kishilar shunda shaklda to'y qilyapti. Chiroylik deb to'y qilyapti. Pul melva deb to'y qilyapti yoki 100 obro'ylik odamning qiz deb to'y qilyapti. Halbuki to'y qilib bo'lgandan keyin ma'lum vaqt o'tsa uning chiroyidan asar qolmaydi. Ma'lum vaqt o'tsa uning ota-onasining o 100 obro'yi, ota-onasi vafot etgach tugaydi. Uningdan ta'ma qilayotgan imtiyozlar tugaydi. Hisobmi shu, eng oxirida qilib qoladigan, davomlashadigan narsa shu er bilan ayol bir uyda yashagan vaqtda ikkisi bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan uningdagi axloq, uningdagi din, diyonet. Din, diyonet degani texmi aniq tushundirsam qarindoshlar, bir odamningki hayot yashash mezoni demak. Agar hayot yashash mezoni sog'lom bo'lib qolsa, bu shu odam hayot dunyodan ketganga qadar o'zgarmaydi. Şu şekilde o'zaro bir-biriga vafodorlik bilan muomala qiladi, haq huquqini joyida ado qiladi, mas'uliyat, majburiyatlarini joyida ado qiladi. Bu oila go'zal boshlanib, go'zal davomlashadi va go'zal oxirlashadi. Yani biz men bu yerda azroq bir nuqtaga, inchki nuqtalarga kirib qo'yay. Yani ayol kishi shu hafizat g'ayb ifodasi qo'llanildi oyatda. Ayol kishi eri yo'q vaqtda oilani saqlaydi. Men buni erininki ma'naviy, moddiy omonatlari deb ma shaklda tushuntirdim sizlarga. Undan boshqa oila ehtiyojliq oilada er sirtqa ketgandan keyin o'zining qilayotgan ishlarida xotirjam davomlashish uchun kafolat qilgan butun sohani o'z ichiga oladi bu. Masalan deyli, ayol kishi ballar ehtiyojliq bir kiyim tikish aqallis bir misol sifatida davodimi. Ballarning maktabdagi darslarini muzokara qilib beralgudek darajada asroq bilim, savo, saviya, masalan, topshiriqlarni ishlab beralgudek darajadagi bilim, savo, saviya. Öylede çakku-çukku ba'zi ishlar chiqsa, o'zi hal qila olgudek bir himmat, bir iqtidorni ayol kishi shakllantirish kerak. Mana bularning hammasi
ayol kishininki erini sirtki işler için hatırcam kılışı, ayolning erning omonatlarini joyida saqlash hisoblanadi. Xususan doira agar kengaysak shu mazmunlar ichiga kiradi. Buni bilan andikin o'zining mas'uliyatini xotirjam bir shaklda ado qila oladi. Ayol kishi o'zining mas'uliyatini ado qilgan bo'ladi qarindoshlar. Undan keyin oyatda hafizat al-g'ayb degan ifodasi, Allah g'aybni saqlash degan ifodasining yana bir o'ziga oladigan muhim askarga chiqib tegishlik nuqtadan birisi. En çok işlerden birisi ayol kishi erining ma'naviy omonatlarini qanday qilishi saqlashi. Yani ayol erining izzati, erining sharafi, erining nomusi. Ayol kishi shu erga tava bo'lgan barliq tavallikning hammasini er kishi yomon ko'radigan shaklda qanday qilmaslik kerak, tasarruf qilmaslik kerak. Aqallisi sirtqi chiqish, bir yerlarga berish, mushnoqlarning hammasida er kishi yomon ko'radigan shaklda ish qilmaslik. Chunki diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor, tekrar eslatayman. Oyatda ayol kishi shu omonatni saqlaydi deganning keyniga qarasak, bima hafizalloh. Ayol kishining bu omonatni saqlashi o'zi xohlagan bir shaklda emas, balki Allah xohlagan shaklda, Allah ko'rsatgan shaklda. Allah qanday ko'rsatdi? Allah ayollarni omonatni qanday saqlasin deb ko'rsatdi desa, omonatni anda cho'ng nuqtadan emas, kichik nuqtadan tortib saqlasin dedi. Ya'ni sura Nur'ninki 31-oyatida mu'min ayollardan qul lil mu'minat يغضون من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Mümin ayollardan ki közünü yumusun. Avretlerini saklasın da oldu. Közünü yumuş. Bu qanday ifade? Ayollarning ki şu ahlak noktasından çektin eşip getişi manda 3 basqıçını besip ötüdü. Birisi qarash basqıçı. Bunun da qarash basqıçıda bir xil nim paydo bo'ladi, tuyg'u paydo bo'ladi. Yani bir diqqatini tortadi. Buni birinchi bosqichda tushunsak bo'ldi. Ikkinchisi bu diqqatini tortilgan, bu qaralgan, ko'zi ko'rgan ishidagi bir uqum ayol kishining tuyg'usiga aylanadi. Yani normal qalbiga o'rnagan bir tuyg'u, mayli ayol olsin o'xshash bu. Bu ikkinchi bosqich. Yani hareketlanadi, ichi hareketlanadi. Üçüncü bosqichda bu ichidagi harakat insonni tipib sirtiga chiqirdi. Yani amaliy harakatga aylantirdi. 3 bosqichda va ayollik masalasida, ayollar o'rtasidagi tuyg'uda chektin oshadi 3 bosqichda. Endi shariat neden cheklaydi desa, muhim gap qarindoshlar. Har qanday ahkomda shariat, boshqa ahkomlarda 3 bosqichning 3-chisini cheklaydi. 5 kechkisini cheklamaydi. Çünkü o insandan ixtiyorligidagi ish emas. Ayollik munosabatdan boshqa ishlarda shariat 3-bosqichda, ya'ni amaliy harakatni cheklaydi, oldidagi ikkisini cheklamaydi yani. O'g'irlik qilish desa, ko'ziga bir mol-mulkdan bir chiroyli ko'rindi, o'g'irlaymi ya deb bir tuyg'uga keldi, o'g'irladi. Shariat o'g'irlasang quloqni kesaman deydi. Ama oldidagi ikkisini gunoh yozmaydi. Ama ayol kishiga kelgan vaqtida, ayollik munosabatga kelgan vaqtida 3-bosqichda emas, 1-bosqichlarni cheklaydi. Ayolga o'xshash. Buni bir bog'dagi gulga o'xshatsak bo'ladi. Shunda gulga qaradik, lappida chiroyli ko'rindi. Undan keyin ichki dunyoyimizda u gulga qarata bir ta'sir paydo bo'ldi. Şu ta'sirning turtkisida biz baqqa qarab uzdik. 3 bosqich. Boshqa ahkomlarda takrorlayotgan muhim bo'lg'achqa, 1-2 bosqich gunoh hisoblanmaydi. Faqat shariat 3-bosqich bo'lgan vaqtda to'xta deydi. Ammo ayollik munosabat kelgan vaqtda shariat 1-bosqichda ham aralashadiki, buningga qarma. 1-bosqichda sen buning yaqin kelmay deydi. Şuңашqa zina qılmanglar ifadesi yok.
Köpünçe bunday ifade қолданылмайды. Belki yaqinlashmoqma. Hatta ayolga ayrim xitob qilib, "Qul lil mu'minat yaghdhudna absarahunna." Qul lil mu'minin yaghdhuna min absarihim. Ayollarga yaghdhudna min absarihim. Ayrim Mümin erlergide közlerini yumsun. Mümin ayollargida közlerini yumsun. Yani Allah ayol meselesi ve oturduk alaka meselesi de birinci kademdilla yolunu, işini itivatıdır. Çünkü Allah yaratkan şu ayol erini en obdan bölgücü. Muşu meselede birinci kademini ağan kişininki ikinci kademini verip kalıdığanlığı, İkinci kademini ağan kişinin üçüncü kademini verip kaldığanlığını Allah muhakkak biliyordu. Başka günahlar, başka ahkamlar farklanıdı maaştın. Şuna ayol oturusundaki mesele birinci basqıçtılar qana qılıdı? Çekilinidu. Qaraş çekilindi hatta. Tikilip qaraş çekilindi hatta. İkinci oylaş, o haqda andikin onu əməli hərəkət aylandırış emas. O ayədəki mesele qaraşның özü çekilinidu. Şuna alahide, ben tekrar davatıma, ayollarga ayrım, erlerge ayrım, közlerini yumuş hakkında qanak vatıdı, buyruk bir vatıdı. Meyadaki hafizat lil gayb, bima hafizallah ayetinin manası şu. Allah yol koygan şekilde saklaydı degeni, Allah qaraştın şekilde, birinci kademden eşyadını tatıp qanak kılıdı, Allah'ın buyruklarını icra kılıdı, erinin amanetini saklaydı deydim. Andikin ayetinin ahırda, vallati takhafuna nushuzahunna. Hina o'xshash mushayat ma hozir ilgirki ayat bilan munosib nayt huquq yani. Sizlar ularning yo'ldan chiqishini ansiragan ayollar da'vatidu. Qaranglar, masala nayt hassas masala. O'yg'oq turish tegishli masala. Birinchi qadamdan cheklash uchun dedik ya boya ayol kishi xatolik qadam elib, bir qadam, ikki qadam ondan rasmiy tushgan chaqda amal qilmaymiz unga. Ayetning buyruğu sizlar ularning yo'ldan chiqishidan ansirganligini shunda birinchi alomatlar ko'rilib qo'yguncha buni tadbirlanish kerak. Ayollik masalasi hech nimaga o'xshamaydi. Ayat berib qo'yganda emas, birinchi qadamdan vallati takhafuna nushuzahunna tahyuz bermidi. Ayol kishidan nushuzluq, haddidan eshish, yo'ldan eshish qanaqa qilmadi, yuz bermidi. Tunji qadam. Birinci basqıçtılam bununla darrov qana qilish kerak, tadbir elinish kerak, hal qilinish kerak. Ana o'z hal qilish chorasi nima desa, fa'izuhunna. Birinchi qadamda vaz nasihat. Bularga qana qilish, yana aytku nasihat degani ikki kuyinish masalasi. Çoxum mush nuqtada mening tavsiya qildiğim erlar ayollarga mushta ahvollarni his qilganida nasihat qilmoqchi bo'lsa, eng munosib fursatni tanlash kerak. Qanaqdir o'tirisi yiriklashgan, munosabat biroz yomonlashgan, ayolning ko'ngli og'irgan, erdan og'irgan vaqt emas. Er bilan ayolning qalbi birlashgan. Ayol eriga nisbatan eng yaqin bo'lgan bir holatlar bor. Shu holatlarda nima desa, ayol kishining qabul qilishi normal holatdagidan ko'proq bo'ladi. Mana vaqtlarni tanlash kerak. Xuddi bala dadasidan bir talabni qildi, dadasi urullab bermadi. Shundan keyin onasi kelib, balam menda askilik qildi, anda askilik qildi deb shikoyat qilsa, dada kaplan balaga nasihat qilsa, balkim olmasligi mumkin. Tünügün degan bir talab var ya, ani o'rindab, bugun tünügün degan narsani ag'ach keldi, desa xushal bo'ladi ya. Shu vaqtida kelib, balam siz apangizda manda xapsabsiz, bu nima ish bu desa, har qancha vaqt ig'ir gap qilyapsizmi, bala ag'an so'g'atning xushalligida dadasining og'ziga qattiq gibi ig'ir kelmaydi, talablar to'liq urunduludi. Bu bir misol, ayol kishining mashta bir holatlar bo'ladi. Mashta şekilde ayol kishiga nasihat qilish kerak. Bu ayol kishidan biz yo'ldan chiqishni biroz g'ayrilikni his qilgan vaqtimizda tutadigan birinchi yo'l bu. Yani eng munosib bir paytda, munosib o'rinda nasihat qilish. Mashta bo'lib qolgan agar unumli, muvaffaqiyatli nasihat qilinganida ayol kishi o'zininki burunqi xatolıqları deganimiz yani xatolikqa tushib qolgani yo'q, lekin xatolikqa bir xil yuzlanish, xatolikqa qarab
meniş iradesinden qana qilishi mumkin, yenishi mumkin. Ondan keyin ikkinchisi birinchi yo'l agar ta'sir qilmagan vaqtda ikkinchi yo'l ularni o'rinlarda tashlash. Oyatdagi ifoda shu. O'rinda tashlash degani biz ko'pincha vaqt tarjimada yataq ayirish deb tarjima qilib qo'ydi. Yataq ayirish deb tarjima qilgandan keyin buni boshqalar yataq uyni ayirish degandek tushunib oladi. Ammo oyatning ifodasi o emas. Yataq uyni ayirgandan keyin masala murakkablashadi. Chunki ayol o'tirisida chiqqan bir masalaning tuzilishiga eng yaqin vaqtda qaysi desa, bu masala avrolan ayolning o'tirisidan sirtqa chiqib ketmagan vaqtda an tuzilish imkoniyati bo'ladi. Qachon sirtqa chiqib ketdimi, er tarafdan bir inatliq paydo bo'ladi, ayol tarafdan bir inatliq, bo'yni qattiqlik paydo bo'ladi, tuzilish ehtimoli biroz yaqinlashadi. Yataq ayirish degan, hamda texnik aniqroq desak, hatto masalan bir uyning ichida turib yataq ayirish ya'ni. Ya masalan boshqa tarafga qarab yetish, boshqa tarafga qarab uxlash degandek masala. Bu cho'qim uyning sirtiga, yataq uyning sirtiga chiqib, hatto ballar uxmaslik kerak. Boshqa tuqqanlar uxmaslik kerak. Ammo mustaqil uyda ayrim bir uy ayirib, uni boshqa uyga tashlab qo'yib, boshqa uyda uxlash masalani biroz yiriklashtiradi. Chunki shunda sirtga chiqdimi o masala, ballar uxdimi, boshqa tuqqanlar uxdimi, ayoldimi bir xil bo'yni qattiqlik paydo bo'ladi. Ayol kishdimi bo'yni qattiqlik paydo bo'ladi. Shuning bilan asta-asta masala hal bo'lmaslik tarafiga qarab mavdu. Ammo bir yataqda, hatto bir karvatda, mening tushunjam, bir karvatda keynini qilib yotgan shaklga o'xshash yataq ayirgan vaqtida, yana bu bir qarshi tarafga o'zining noroziligini ifodalash. Qarshi taraf yana bir tarafning noroziligini his qilgan vaqtida biroz o'ylanishga purusturadi. Arası yaqin, taxabak yiroqlab ketmadi. Balkim uning mehribonlik qo'zg'aladi, buning mehribonlik qo'zg'aladi. Asta-asta masala ikkala tarafningki keyiniga bir qadamdan elish orqali hal bo'lib ketish ehtimoli intayin yaqin. Shu yerda yataq ayirish, xususan mening tushunganimda va tafsirlarda ulamolarning deyilganida butun uyni tashlab sirtqa chiqib ketish emas. Hatto shu yataq uydan sirtqa chiqib emaslik, balki eshikning ichida yataq ayirish. Ya'ni shunda agar qaysi birisi pushaymon qilib, keyiniga bir qadam og'anida yiqilishaladigan holatda yetish degan bir shaklda tushunsak bo'ladi. Undan keyin uchinchisi, ya'ni ayol kishining ashta ikki ish uni hal qilinmadi. Onunğa nəsihət qilgan nəsihətmi kar ekanmidi? Ayırgan yataqmi uni o xil yo'ldan chiqishlaridan, xatoliklardan keyiniga qaytaranmidi o'gan vaqtda ularni yengil shaklda qana qilish urush. Ya'ni bu yerdagi urush ifodasi nima uchun desangmi? Islom ayolninki u qadar bir-biriga mehr muhabbat bilan, o qadar inchki munosabat bilan yashashni talab qiladi-ki, bir-biriga ko'targan shunda qo'l qarshi tarafga nisbatan bek haqiladigan. Unanda qattiq urib, qo'lni sundirib ko'katib emas, shunda qo'l ko'targan bir ahvolmi qarshi tarafga favqulodda ig'ir keladigan bir atmosferani saqlab qolishni talab qiladi. Shunga ba'zi ulamolar bu yerdagi urushni bir xil misvak bilan urush deb tafsir qiladi. Misvak degan qanchalik narsa? Ya'ni biz ishimizni cho'tlaydigan bir cho'tka, uydagi tamoq yeydigan bir cho'kichaqliq narsa. Bir cho'ki bilan qanchalik o'g'ildi. Ya'ni qarshi tarafga faqat sening xatoliqing mening shunda qo'l ko'taradigan darajaga apog'idek holatga yetdi deganini ifodalash uchun urush deb tushundiradi. Qana desangmi, Qur'oni Karimda ayol kishini urushning bir misoli bor. Bu misal Sura Sad'ning 44-oyatida Ayyub alayhissalom ayolini urman deb qasam qilgan vaqtda buningga qanday shaklda o'rgatdi Alloh desa, menda o'rgatdi. Va khuz bi yadika dighsan fadrib bihi va la tahnas. Qasmingni buzma. Ammo 100 ni urman deb qasam qilgan ya, 100 dona o't cho'p hisobda. Da yupurmoqlar va kichik shoh o't cho'pni hammani bir yerga akilib, bug'ab birini o'g'in. Qaranglar mana ifodani. Ayol kishini urushning Qur'oni Karimda ko'rsatgan shakli mana bu. O bugungi jamiyatimizga o'xshash, uni urib bir yerlarini qana qilib sundirib o'tish, qon oqqizish, ko'kaytish, bu tibdan insonlikdan chiqqan ish.
İslam asla bunda ishni qanday qilmaydi, tunmaydi. Ya'ni bu yerdagi masala nima desa, ayol kishiga faqat kishi o'zining noroziligini va noroziligining berib yetgan darajasini ifodalashga, mening norozilikim sana qo'l ko'targudek darajaga bordi degan nilam qanday qilish ifodalash. Qandaqdir masala ayol kishini urib olish, uni so'qib olish emas. Masala ayol kishini bir askartish, ayol kishini asliga qaytarish masalan. Shuningcha oyatning oxirida alayda bir shakl qilib fa in ata'nakunna. Maslahat olsa, ayol kishi yo'lga kirsa, itoat qilsa, endi ularning ustidan zulm qilish qo'ymaydi. Ularning ustidan qanaq fala tabghu alayhinna sabila. Uningdan yo'l izlamanglar degan gap, endi ikkinchi bir qiladigan ishing yo'q uningdan deydi. Yani bu yerda oyatning oxirisidagi fala tabghu alayhinna sabila degan oyat xuddi erlarga berayotgan bir ogohlantirish signaldeklan bir xil ma'no chiqdi mening kallamga nisbatan. Yani kishi men qila olaman, etalayman deb ba'zi ishlarni bahona qilib ayol kishiga masalan qo'l ko'tarish, ayol kishiga zulm qilish ahvoli bo'lib qolsa, xuddi bu yerda Allah sen ayoldan qanchalik kuchli bo'lsang ve senin üstünde büyük bir güç egesi var, büyük bir güç sahibi var ki innallaha kana aliyen kebira. Allah hemedin üstün, hemedin büyüktür. Yani Allah özünün büyüklükünü eslatıyordu ya, o eslatma erkişininki hele kadar bir hadidin aşılgan taraflarına karata verilgen bir agahlandırıcı signali. Sen üzerine her gün ayol kişiden küçük çağlama, yukarı çağlama, ayol kişi özünün üstünde gözüpsün ada kıldı mı? Senin uğraş hakkın yok deydi. Hakkın yok. Allah senin üstünde büyüktür, senin üstünde kattadır. Aliyen kebir ayıbı. Çünkü aşı ayolunu bir yolga selip, bir menhecge selip, bir prensip selip bizden cuplap belgini şu bizning nikah sorunundaki Allah'ın namıyla şu ayolunu aldım diyen sözümüz ve ayol kişilerine təqdim diyen sözümüz. Allah özünün kudreti bilen aldım diyen bir ağız kelime bilen təqdim diyen bir ağız kelime bilen ayolunu bir yerge ekilip bir ailege kirgizip ve ma'lum prensip tüzümlerini unutup erge ma'lum alahidliğe qarab turib vazife, ayolga ma'lum alahidliklerine qarab turib vazife qıptagini Allah. Bu noktada sen düşünüşün gerek. Bulmaganda sen qanday insan olsan, ayol şunda insan. Sen üzerine güçlük çağlap ayolunu zulüm sağınanda Allah'ın büyüklükünü, Allah'ın katlılığını insandan çıkarma. Digen asasda en ahırda Allah özünün büyüklükünü, katlılığını esletip inallaha aliyen kebira digen şekilde ayetine ahırlaştırdı. Vaqt münasebetiyle bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı kardeşler. Kele saatlik derste görüşkene kadar hemen Allah'a emanet kıldım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.